ukam. Yursan. Hozir yaxshimi? Nima gaplar tinchsiz? Nima gap? Aytmoqchi bo'lganim pul kerak qoluvdi ozgincha. Pul bor, 500 ming beraman. Lekin bir oyda 600 ming qaytarasan-da, ukam. Ha, mayli aka, bo'lmasa lekin juda ham zarur. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Ya, oyna. Amir nima gap? Charchamaysan? Sen nimaga? Sonlar yaxshi. Tinchmisan? Sekin-sekin. Nima? Mayli aka. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Tinch bo'l. Charchamang. Nima gap do'stim, tinchmisan? Ha, rahmat. Bo'ladi. Yaxshi. Ha, qara. Xo'p. Tinchlikmi, nima qilding hozir? Ha, bratishga mashinasini urib olgan ekan, ozgina pul so'rab keldi. O'shanga 500 ming berib, 600 ming qaytarib beradi. Pul yo'g'ida yordam berdim hozirga. Ha, yaqindacha bitta narsani eshitib juda ham anaqa bo'ldim-da. To'g'ri aytsam, g'alati bo'lib ketdim-da. Nimaga? Shunday jahlim chiqib ketdi. Nafratlanib ketdim, bilasan, odam zotidan. Nimaga? Hali u chet elda g'ayridinlar bor-ku. O'shalar o'z onasi bilan zino qilayotgan. O'z onasi bilan zino qiladimi odam? Menga unaqa gaplaringni gapirmagin, shunaqa ham qiladimi odam zoti? Menga qara, hozir sen qilgan ish ham xuddi shunaqa g'alati. Sutxo'rlik qilyapsan, bilasanmi? Yo'q. Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sutxo'rlarni onasi bilan zino qilganlar bilan tenglashtirgan. Sen hozir bu bolaga qo'ng'iroq qilganda, o'zing bergan pulingni olgin. Boshqasini olma, tushundingmi? Senga maslahat. Aka, assalomu alaykum. Buzimisiz, charchamayapsizmi? Aka, qayerga ketyapsiz? Jumaga ketyapman. Yuring birga mana. Bo'ldi, yuring. Chiqaman. Qo'shib qo'yganimizni qarang. Ha, gapirmang. Ha, qo'shni mashina qani? O'g'ilcha minib ketdimi? Ko'p ko'raman, mashinasiz masjidga pishkom chiqqaningizda buzilib qoladimi? Nimadir bo'lib qoladimi deb o'ylayman sizni. Yo, mashinani bermaydim bolalaringiz. Masjidga piyoda borganni ajri kattaroq boradi inshaalloh. Keyin biz masjidga to'plagan mol dunyoyimizni ko'z-ko'z qilish uchun emas, gunohlarimizga tavba qilish uchun boramiz. Akajon, qarang, mana futbolka juda ham yaxshi ekan. Tikilishi ham ajoyib, fasoni ham chiroyli ekan, aka. Narxi qanchadan ekan? Narxi Bu 160 minglik kiyimni sizlarga ozgina qimmatli qilsa kerak. haqiqatdan ham qimmatli qilar ekan. Akajon, ichkarilarni yana bir ko'ramiz. Yana boshqa narsalar bordir? Xo'p, akajon. Xo'p. Mana ham shimlarni ham rangi ham zo'r ekan. Ham qara, sifati ham yaxshi ekan. Nima deysan? Yaxshi. Razmeri menimcha sal kattaroq ekan-ku. Mana shuni razmeridan topsak senga yaxshi bo'ladi, akajon. Misal katta ekan. Akajon, bu shim sizlarga albatta qimmatli qiladi-da. Shuning uchun u yoq tomonga o'tinglar, aksiya ketyapti, bitta shimga borib olsanglar bo'ladi bemalol. Rahmat. Yur, akajon. Xo'p. Mana bu ham yaxshi ekan lekin, akajon. Akajon, mana bu menga yoqdi, qarang. Ranglari ham chiroyli ekan. Juda yaxshi narsaga o'xshaydi. Bu sal qimmatroq ekan, akajon. Mana qara, bu ham o'shandan qolishmagan, yaxshi ekan. Akajon, qarang, bu oyoq kiyim sizga qimmatliroq qiladi. Cho'ntagingiz ko'tarmaydi bu oyoq kiyim. Qimmatli qilar ekan rostdan ham. Endi to'g'risini aytsam, bu do'konimiz sizlarga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bu do'konda hamma narsalarimiz qimmat. O'zi mana bu cho'ntagingizlar ko'tarmasligi sizlarning kiyimingizlardan ham ma'lum-da, akajon. Shuning uchun botdan kiyinmaganingizlar ma'qul deb o'ylayman. Yana bilmadim, o'zingizlar bilasizlar. Balki bizni pulimiz yetmas. Lekin niyat qilib qo'ydik-da. Oylik maoshimni olib
ukamga kiyim qilib beraman. Sizni mana bu bitta oyoq kiyimingizga meni va ukam boshdan oyoq kiyinar ekanmiz. Va yana bir narsa, siz odamlarning ko'rinishiga qarab muomala qilmang. Shunda baraka bo'ladi. Ketdik. Og'ayni mana buni tezlashtirib tikib bergin menga. Xo'p. Hozir qilib beraman. Nech pul bo'ldi? 20 ming bersangiz ham bo'ladi. 20 ming ekan, ma olib qo'y. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Shu oyoq kiyimim bor edi, shuni ko'rib nima qilib bering. Hozir qilib beraman. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi mana aka. Qancha bo'ladi bizdan? Hali aka 20 ming beravering. Aka bu ko'p-ku. Yo'q, rahmat kattakon. Rozi bo'ling, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Sog' bo'ling, rahmat. Birodar, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Bularni hozir yaxshi ish qilyapsizmi tarqatib? Nima ish qilyapman aka? Nimasi yomon? Menga qarang. Nima ish qilayotganingizni men juda ham yaxshi bilib turibman. Siz hozir bir bechorani bor-ku, xatosini sotyapsiz boshqalarga pul evaziga, to'g'rimi? Hamma o'zini ishini qilyapti. Ular ham o'zini ishini qilyapti. Men ham o'zim ishimni qilyapman. Shuni orqasidan pul to'playapman. Menga qara. Sen shuni orqasidan pul topayotgan bo'lsang, men bularni tarqatib. Ertaga pul kerak bo'lsa, singlingni ham, kerak bo'lsa qizingni ham sotasan. Uyalsang bo'lardi, erkak. Erkaklik nomini sen yerga tasha. Yaxshimisan, charchamayapsanmi? Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Haligi do'stim, bir xijolatli bir iltimosim bor edi. Menga 200 ming so'm pul berib tursang, kechgacha balki qaytara olmasligim ham mumkindir. Aniq bilmayman qachon qaytarishimni. Pul olib berib bor do'stimga 200 ming so'm. Xo'p bo'ladi. Mana akajon. Aka, rahmat. Do'stim, rahmat, kechga ko'rishamiz. Rahmat. Xo'jayin, nima uchun har safar shu do'stingiz kelsa qarz beraverasiz? Biror marotaba qarzini qaytarib berganini ko'rganim yo'q. Pulingizga do'st bo'layotgani ko'rinib, bilinib turibdi-yu. Birinchidan meni u qiyomatli do'stim. Men Alloh uchun yaxshi ko'raman. Ikkinchidan, men bu yerda seni noo'rin qalbingni og'ritib qo'ysam yoki bilmasdan o'zim ya'ni qizishgan holatda biror gap gapirib qo'ysam, xo'jayinim deb turib xo'p deb ketaverasam. Lekin u meni do'stim. Qachon kim xato qilsam, albatta xatoligimni aytgan. U meni qiyomatli do'stim. Tushuntira oldimmi? Tushundim. Bor dedim. Ona hozir gaplashdik-ku. Boraman deyapman. Telefon qilavermang ko'p, o'z zaryadkam kam. Bo'ldi, boraman hozir. Bo'ldi, o'tirib turing. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Birodar, uzr ming bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Uzr, bezovta qildim. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Men bexosdan eshitib qoldim. Bu narsani eshitishim kerak emas edi. Bir iltimosim bor, agar noto'g'ri tushunmasangiz. Keling, men siz oyingizga, siz meni oyimga telefon qilib, bir-birimizni do'stlik ko'rsatib, onalarimizni ko'nglini ko'tarib qo'yamiz. Nima kerak bor? G'alatim tushmasmi? Yo'q, g'alati emas. Ozgina bahonada ko'ngillari ko'tariladi. Alo? Bo'pti. Mana, birodar, oling. Nima deb saqlanib qilgansiz oyingizlarni? Yo'q-ku nomerlari. Shunaqa birodar. Kun kelib sizni ham boshingizga tushadi. Onani qadriga yeting.
Sizlar ikkalanglar kecha bormadinglar deb biz Ashurbek bilan borib toqqa bordik-da kecha. Anvar bor, Anvar molda ichdi-da xullas. Ya, yurayotgan odam bor, zinadan tup ketib dumalab ketar ekanda, chiqsam. Shunaqa bo'ldimi? Ha, shunaqa bo'ldi. Xullas qozonni tayyorlab berdik-da. 2,5 soat vaqt o'tgandan keyin bildik, ani jinni sarvar qozonni tegini yoqmagan ekan-da. Chiqsam. O'rtoq bu yoqqa yurgin. Hozir bolalar shundoq kechagi voqealarni bitta eslab kelaylik deb zo'rlarini aytib beraman lekin qarab turlaring. O'rtoq, O'rtoq nimaga bo'lmagan narsalarda bo'ldi deb odamlarni kuldiryapsan? unaqa demasang-chi, men bilan olti. Hazillashmayman, shunchaki bularning kayfiyatini ko'tarish uchun. To'g'ri, kayfiyatni ko'tarish uchun hazillashish yaxshi, lekin yolg'on narsa bilan ko'taryapsan-da. Aqllilik qilma, o'rtoq, qo'ygin. Odamlarning kayfiyatini ko'tarib o'tiribman. Bo'ldi, boshqa narsa emas bu yerda. Men bilan qara kayfiyati ko'tarilib kulishib o'tiribdi, yaxshi-ku. Lekin bir narsani unutma o'rtoq, payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yolg'on gapirganlar bizdan emas degan.